البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Ali, kanalını neymiş koyutkaysa? Bek zerikishlik nomerken başka kanallarga qarab baqay dedim. Ben bu sen bilen birlikte körüvatkan diken. Neymiş mende sorap yutkimaysa? Sende so'ramasanmi bo'ladi? Ben bu numarayı kızgıp körüvatattım. Sen adaletsiz iş kıldın. Kanalını mende bir sorap yıkıp onda yetkisen bulatdi. Sen pek hata kıldın. Bildin mi? Men senden cho'ng nima qilishimni o'zim bilaman. Sende so'ramasanmi bo'ladi? Bu ışığı çıkan şahsiyetçilik. Başkalarga kılgan hürmetsizlik. Sen nima deyapsan? Men sana hurmat qilmabdimanmi? Tizginekni bana be. Yoki iliqi numarini derhal aç. Tez bol. Sana aytdim-ku men cho'ng deb. Xohlaganimni qilaman Fatima, tushundingmi? Kim şundak deydi o? Tizginekni bana be. Bermeydigan bolsan buvamga deyme. Bovamga chaqaman deb qo'rqitotam sen texi. Bovam sana cho'nglarni hurmat qilgin, akangni hurmatla deydi. Ben sana nim dedim? Derhal tizginekni bana be. Voy Tizginekni xudoyim. bana ber devatdime. Ali, Fatima, nima jidal bu? Nim talashyapsizlar? Cidalni u başladı. U başladı. Ya qana jidalni u chiqardi. To'xtanglar, oldi bilan menga nima ish bo'lganligini aytib beringlar. Chaqan bo'linglar. Nimandaq varang-churung qilishsizlar. Sizlarning dastinglardan uyda jim o'tirg'ilimi bo'lmadi? Buvamga aytayli. Bova, bu jidalni Fatima chiqardi. Ikkinglar televizor talashib jidallashdinglar, shundaqmi? Qaraganda bu haqda obdanroq so'zlashmasak bo'lmag'idak. Qani o'ltiringlar. So'zlashayli. Ondan zodi bu jidalga Ali sababchi bo'ldimi yoki Fatimami oydinlashidi. Ma'qulmi bolarim? La havla va la quvvata illa billahil azim. Bolarim, bu ishni vaqirab-jaqirab jidal bilan hal qilamiz deb o'ylab qoldinglarmi? Bundaq qilsanglar bo'lamdi. Onun qiliqlaridan içim bek sıkıldı. Bu mu yetmegandek men senden çoğ deyishlardan to'lama bizar bo'ldim. Yo'q, Fatima, ahvol undaq emas. Asli men sen ko'rayotgan kanalni yutkidim. Sen rost gap qila? Men qara o'g'lim, bu qilg'ining musulmonlikqa yarishamdi. Ish shundaq oson-ku. Singlig'ning nimaga amroqligini bilsan, aslida u ko'rman deganni ko'rgili qo'ygan bo'lsang, jidal chiqmaydi. Bundaq qilish shaxsiyatchilik kirdi bolam. Alloh taolo shaxsiyatchilikning yaxshi emasligini bayon qilgan. Ishkinglar nimaning to'g'ri ekanligini obdan bilsizlar. Ali, sen singlingga yo'l qo'yishing kerak. Yo'l qo'yish degan nima buva? Yo'l qo'yish deganlik boshqalarning manfaatini o'z manfaatidan a'lo bilish deganlikdir. Xatoligimni tundim, ajab tanglikda qoldim. Bu ishda rostini shaxsiyatchilik qilibdiman. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundoq degan. O'zinglar uchun yaxshi ko'rganni qarindishinglar uchun yaxshi ko'rmagicha haqiqiy iymon etgan bo'lmaysizlar. Payg'ambar alayhissalom bizning bir-birimizga hurmat qilishimizni, boshqalarning manfaatini o'z manfaatimizdan ustun ko'rishimizni tavsiya qilgan. Har kishi o'zi yaxshi ko'rganni qarindishi uchunmi yaxshi ko'rishi lozim. Shundaq bo'lganda musulmonlar orasida mehri shafqat, inoq ittifoqlik maydonga keladi. Aka, meni kechirgin. Mendimi severlik o'tibdi. Shundaq.
Әмді Peygamber aleyhisselamның hayatıga aloqador vaqalikning davomini so'zlab beraymi bolalarım? Nerede qalgan edik? Shunda qiling buva. Bizning mu payg'ambarimiz duch kelgan qiyinchiliklarni bekmi bilgimiz bor. Bedirga qarab yo'lga chiqdi degan yerga kelgan edik bova. Bismillahirrahmanirrahim. Bedir kuni Peygamber aleyhisselam uxlamasdan Allohga yalvarib, Allohdan musulmonlarga g'alaba ato qilishni tiladi. Chunki bu urushdagi g'olibiyat Allohga bo'lgan iymonni kuchlantiradigan bir g'olibiyat hisoblanadi. Peygamberimizning urushdagi yana bir taktikasi Bedir quduqlarini tindirib etish bo'ldi. Quraysh qo'shini Bedir qudug'iga kelganda ahvoldan xabardor bo'ldi. Ahvol yaxshi emas edi. Sallallohu alayhi va sallam kerakli tayyorliklarni allburun bitirib bo'lgan edi. Qandoq quduqlarni tindirib bo'ldinglarmi? Hammanglar o'z o'rnida tursin. Suvning iniq keldik. Kelinglar ishayli. Tez bo'layli, tez bo'layli. Apla bu nima ish endi? Bedir qudug'ini tindirib o'tibdi emasmi? Ay Quraysh cho'nglari quduqni Muhammad va tarafdorlari tindirib yutibdi. Bu ahmoqlarga mangu esidan chiqmaydigan bir savoq berayli. Odam bo'lsin. Lekin askarlar bak usab ketdi. Ey Abu Jahil. Ey musulmonlar, Peygamber aleyhisselam buyruq bermigicha turgan joyinglardan ayrılmanglar. Mushriklar hujum qilsa, ularga o'q etinglar. Bizga nochilig'inglarni ko'rstinglar. Sizlar kim? Ey Muhammad, bizni bilib qo'yinglar. Odulimizdagilar o'z odamlarimiz. Arqanglarga qaytinglar. Qarindishim Shayba, o'g'lim Valid, men Utba ibn Rabiya. Bu yerda kimning gapi hisob? Peygamber aleyhisselam Ubayda, Hamza ibn Abdülmutallib ve Ali o'tirg'i chiqsin deydi. Resulullah deydi ki, bugün hech kim urushmasin. Sabr qilib o'lsimi, Alloh uni cho'qim jannatga kirgizadi. Sizlar xotirjam bo'linglar. Alloh deginni qiladi. Biz sizlarga qarab turamdik. Allahu Ekber! O'qchilar! O'qchilar, tayyorlaninglar. O'qchilar tayyorlaninglar. Ular yaqinlashyapti. Alğa! Arqanglarga qaytinglar. Umayya ibn Xalaf, Bilal. sen qutulalmaysan. Hay! Allahu ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Resulullah əsirlərini bağlaşını xalamaydı. Biz əsirga tushgan bo'lsak, o'ltirib o'tadi. Biz Resulullah'ның deginini qilamiz. Peygamber aleyhisselam ularga yaxshi muomala qilishimizni buyurdi. Əsirlərdən kim savatliq bo'lsa, 10 musulmonning savodini chiqarib qo'yish badliga qo'yib berildi. Shunda qilib Bedir urushida musulmonlar g'alaba qildimi buva?
Qizim, Allohning yordami bilan musulmonlar g'alaba qildi. Lekin musulmonlardan 14 kishi shahid bo'ldi. Badr urushida Quraysh qo'shinining mag'lub bo'lganlik xabari Makkaga yetib kelganda qanday bo'ldi? Uni sizlarga keyingi qitimda aytib beray bolalarim. Allah sizdan rozi bo'lsin, bova. Endi ishkinglar topshirig'inglarni ishlanglar. Topshirig'inglarni ishlab bo'lganda davomini so'zlab berman. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر